Assalamualaikum hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. New York Sun jurnali Xi Jinping bilan Biden başlıqlar yığınında görüşməkçi. Sürgündəki Uyğurlarning 3 qitim xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga isbot topshirishi Uyğurlarning qiyinchiligini yengiltamdi degan temada bir maqola e'lon qilgan bo'lib, maqolada Biden bilan Xi Jinping ko'rishishga tayyorlik qilayotganda Uyg'urlarning xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga 3 qitim arz sunishining ularning qiyinchiligini yengillatmasligi, oldingi hafta Sharq Turkiston surgundi hukumatining Bryusseldagi vakili Mamtimin A'lo apandi va Sharq Turkiston surgundi hukumatiga vakillik qilgan xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining advokati Rodney Dekson apandining xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi taftish bo'limining Xitoyning irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatini tekshirish taftish qilish uchun 3-chi qitimliq dalil isbotlarni topshirganligini, Bryusseldagi axborotning dunyo axborotining diqqatini biroz tortganligini, Amerika Washingtonda faoliyat olib borgan faoliyatda Uyg'ur faoliyatchilarining Washingtondan Oqsaroyning oldiga qadar mengib borganligini, ularning maqsadining Sharq Turkistonni mustaqil qilish ekanligini, 3 oy ilgari Tashqi siyosat jurnalida e'lon qilingan Sharq Turkiston xalqining Sharq Turkistonning mustaqilligini xohlamaydiganligi, mustaqillik shiorlarining Sharq Turkiston xalqini ziyonga uchratadiganligi to'g'risidagi maqolaga Mamtimin A'lo apandining raddiya berib, Uyg'urlarning faqat mustaqil davlatida xotirjam, tinch yashay oladiganligini, Uyg'ur diasporasida to'plangan 100 ming kishilik imzoning Sharq Turkiston xalqining Sharq Turkistonning mustaqilligiga bo'lgan irodasini tushuntiradiganligini asosiy mazmun qilgan. Uyg'urlar uchun mengildigan birdan-bir yo'l Sharq Turkistonning mustaqillik yo'li degan temada maqola yozganligini, zamonaviy Uyg'ur harakatini 2017-yili Salih Xudoyer apandining borliqqa keltirganligini, uning shu vaqtda Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotini qurib, Uyg'ur diasporasini safarbar qilganligini, 2018-yili Xitoyning qilmishini irqiy qirg'inchilik deb ayblagan arznamaga 100 ming kishilik imzo to'plab Oqsaroyga sunganligini, 2019-yili 4-oyda Sharq Turkiston surgundi hukumatining Amerikada turishliq bosh elchisi bo'lib harakat qilganligini, 2019-yili 11-oyda Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri bo'lib saylanganligini, surgundagi Uyg'urlarning xalqaro hukumatlar va kishilik huquq tashkilotlari, xalqaro kechirim tashkiloti va kishilik huquq kuzatuvchilari bilan aloqa qilishga yetaklaganligini, 2019-yili 12-oyda xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga Xitoy ustidan arz qilganligini, Jinoiy qilmishlar xalqaro sud mahkamasiga a'zo davlatning zaminida ishlanganda xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining boshqarish huquqining borligini, 2020-yili 7-oyning 6-kuni Uyg'urlarning Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga, Kambodja va Tojikistondagi Uyg'urlarni chegirdan qo'g'lab chiqarganligiga aloqador birinchi qitimliq hujjatni topshirganligini, xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining 2020-yili 12-oyda texnik ko'p isbotga muhtoj ekanligini aytganligini, Salih Xudoyer apandining Milliy Uyg'unish tashkiloti va Sharq Turkiston surgundi hukumatiga vakillik qilgan advokatlar Tojikiston, Qirg'iziston, O'zbekistonga berib dalil isbot yig'ib, 5 oy ilgari Uyg'urlarning xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlatlarning chegarasidan qo'g'lab chiqarganligini asos qilgan 2-chi qitimliq tadqiqot hujjatlarini topshirganligini, 11-oyda Tojikiston, Qirg'iziston, Afg'onistondagi Uyg'urlarni nishon qilib, chegirdan Sharq Turkistonga qo'g'lab chiqarganligi, g'oyib qilayotganligi, Talibanning Xitoyga moslashganligiga aloqador 3-chi qitimliq hujjatni topshirganligini tafsiliy bayon qildi. 11-oyning 10-kuni qimmatlik mehmonlar, saylangan amaldorlar, dаңlıq savdo sanoatchilari va qo'llab-quvvatlovchilar cho'ng qirg'inchilikdan amon qolgan Nobel mukofotiga erishgan Eli Vestalning ayoli Marion va o'g'li Elsha Vestalning sharafiga berilgan haqiqat va insonlikning ovozining 2 yilligini xotirlash ziyofatiga qatnashdi. Tanilgan diktor Rita Kosining riyosatchiligidagi irqiy qirg'inchilik ma'rifining ahvoli to'g'risidagi suhbat yig'iniga ommaviy mulozimat mukofotiga erishgan parlament a'zosi Caroline Maloney, New York shtat majlisining a'zosi Steve Stern va ma'rifning boshlamchisi doktor Lorna Lewis qatnashdi. Bu oqshomdagi programmalar cho'ng qirg'inchilik, maktablardagi irqiy qirg'inchilik, majburiy emgak qatorliq mazmunlar haqida darslikka tuzatish kirgizib, ma'rif orqali o'chmanlik bilan kurash qilish mas'uliyatini kuchaytirishni gavdalantirdi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer apandi Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni yuqori saviyada tushuntirib, Yahudiylarning qo'llaganligiga rahmat aytish orqali programmaning ahamiyatini oshirdi.
India Bloomers xabar qilgani Xitoy zolimlarining Uyg'urlarga qilgan zulmiga aloqador 3-chi qatimliq dalil isbotlar Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining taftish qilishiga sunildi degan temada bir xabar e'lon qilib, 3-chi qatimliq butunlay yangi dalil isbotlar Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining taftish bo'limiga topshirilib, sudning Xitoy doiralarining Uyg'urlarga qaratgan jinoiy qilmishlarini tekshirishni boshqarish huquqi borligini belgilaganligini, hujjatning Xitoy doiralarining Uyg'urlarni xalqaro sud mahkamasiga a'zo davlat Tojikistondan yig'ib majburiy qo'g'lab chiqarganligini o'ttirib qo'yganligini, bu isbotlar Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekiston qatorliq O'rta Osiyodagi davlatlarda va Turkiyadagi guvohchilarning dalil isbotlarining Sharq Turkiston surgundi hukumati, Sharq Turkiston milliy uyg'onish harakati va irqiy qirg'inchilik qurbonlariga vakillik qildigan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining advokati Rodni Deksun boshchiligidagi advokatlar guruhi tomonidan yig'ilib topshirilganligini, 3-chi qatimliq dalil isbotlar Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyati ustidan tekshirish etishni talab qilganligini, bu yangi dalil isbotlar Xitoyning Uyg'urlarni xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlat Tojikistonda tutqun qilish, Tojikiston chegarasidan qo'g'lab chiqarib o'tish, g'oyib qilib o'tish qilmishlarini oshkorlaydiganligini, Tojikiston zaminida yuz bergan majburiy yo'qolib ketishning og'ir darajasini isbotlaydiganligini hamda bu qonunsiz qilmishlarning davomlashayotgan va tamomlangan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi ilib berilgan jinoyatlarning birinchi muhim qadami ekanligini ta'kidlaydiganligini, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo davlat Tojikistonda boshlangan bu xalqaro jinoiy qilmishlarni boshqarish huquqi borligini, taftish mahkamasining darhol tekshirishni talab qilganligini tafsiliy bayon qildi. Vatanimiz ichi va sirtidagi Uyg'ur jamoati tomonidan e'tirof qilingan Rabbaniy ustoz, Sajiya islom bilimlari to'rining sohibi, Sajiya islom tadqiqot markazining mas'uli doktor Abdulaziz Rahmatulloh kun tartibdagi masalalar to'g'risida Facebook hisobida mundaq dedi: Indigenis haqida so'rag'anlar samiga. Yaqindan beri bu masalada xalqimizga yetarli tushunchalar berilyapsimi to'g'ri maydon. Tunish jihatda yanada ixtiloflar ko'rilayotganligi kishini afsuslantirdi. Sharq Turkiston xalqi islom va dunyo madaniyatiga shonliq tuhfalarni qo'shgan aqida, qonun va ijtimoiy sohalarda sog'lom yo'ldagi ahli sunnat va jamoaning ko'p sonliqining shariat iqimi bo'lgan Imom Azam Abu Hanifaning nasibini tutib kelgan xalqdir. Tarixda ilm va madaniyat markazlarining birining sohiblari bo'lmish bu xalq bir muddat asoratda yashabmi ajdodidan kelgan davlatchilik an'anasiga varislik qilish yo'lida tajovuzchilarga qarshi kurashni to'xtatmay kelayotganligi xalqi olamga ma'lumdir. Afsus, hozir ba'zi hamoqatlardan ko'rayotganimizdek yiltizi cho'nqur, madaniy meroslari mo'l, davlatchilik an'anasini davomlashtirishda ching turib kelgan tajovuzchi kuffarga qarshi jihad qilishni farzlaydigan va bu yo'lda qonlarini, jonlarini fido qilib kelgan davlat yiqitib, davlat qurgan bizdek Sharq Turkiston xalqini Yevropa mustamlikchilari hayvon o'rnida ko'rgan, hatto yo'qitib o'tgan. İptidai xalqlar kategoriyasiga, ya'ni indigenous people'ga tizishi chekdan oshgan nodonlik, o'zini tonimaslik va xalqimizning tarixiga va madaniyatiga qilingan ig'ir haqoratdir. Millatning siyosiy tarixini xunuklashtiradigan, istiqlolini tushab qo'yish, istiqbolini xalta ko'chaga boshlashdan iborat bu qilmish bo'lsa, ilmga va dunyo tarixiga qilingan, shundaqla vatanga, millatga qilingan xiyonat ham jinoyatdir. Bu maqsadli qilingan taqdirda buning bir siyosiy suiqasd ekanligidan shak qolmaydi. O'zini ashu madaniyatlik bir xalqning a'zosi deb qaragan har qanday bir Sharq Turkistonlik bu xildagi qilmishlarga sagak bo'lishi, xatoliklarni ayblashda dodil bo'lishi lozim. Shundaqla men o'zini mushu millatning farzandi, mushu aziz vatan Sharq Turkistonning bir fuqarosi deb biladigan har bir ulamo, ziyoli, jamoat arbobi va keng ommaning bu xil qilmishlarga noroziligini ifodalashini, millatning istiqbolini to'yiq yo'lga boshlaydiganlarni javobgarlikka tortishini va to'g'ri mavqeni asos qilishni vijdoniy va musulmonlik burchi deb qarayman. Naqadar boylik va huzur ichida yashasimi, mustaqil bir davlati bo'lmagan millat xizmatkor o'rnida ko'riladi. Xo'jayin bo'lolmaydi. Bir kollektiv yakka bir shaxsning g'ayrati bilan bir qadammi olg'a ilgarilaye olmaydi. Umumiy qurtulush umumiy g'ayratni talab qiladi. Bir millat, bir mamlakat uchun qurtulush, asallik va muvaffaqiyat orzu qilsak, buni bir shaxsdan hech bir vaqt talab qilmasligimiz lozim. Turlik muvaffaqiyat sirining, quvvatning, qudratning haqiqiy manbasi millatning o'zi ekanligiga ishonchim komil deydi Mustafa Kemal Atatürk. Hurmatli ko'ruvchilar,
Xabarlarimizni ko'ngilinglar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.